25, 30, 35, hattoki 40 yoshdagi erkaklar uyalchang emas. Ular haligacha onasini emadi. Onasini emishni to'xtatsa, ular hayotni emdiradi. Tamom. Bugun ham keldi debdi bola 25 yosh. Oyisini orqasida turadi, nima qilib turadi? Siz necha yoshsiz? 5 yoshmi, 7 yoshmi desam, onasi javob beryapti. 25. Qayerga yozilgan? Bu yog'iga yozilgan, bu yog'iga yozilgan, bu yog'iga yozilganmi deyapman. Onasi jim bo'lib qoldi. Xo'p, mayli, siz hozir javob beryapsiz. Chimildiqda ham siz javob berasizmi? Ishda ham siz javob berasizmi? Hamma narsada onalar javob beryapti. Hattoki 30 ga kirgan erkak nechta tug'dirishni ham onasidan pechat bostirib, xotini beremenniy bo'lsa, keyin aytishga qo'rqib, qachon aytamiz, bugun aytamizmi? Choy ostida o'tirib, mayli birga aytamiz-da. Men beremenniyman deydi keyin. Yanami deydi u. Nimaga so'ramadinglar deydi. Shunaqa ota-onalar kelyapti. Chunki bola bolaligidan, yosh davridan hamma отчетni berishni o'rgangan onasiga. Onalar xursand bo'ladi-ku, o'g'lim har qadamini menga aytadi. Tualetga bordim, ishga bordim, o'qishga bordim, 7 ta para o'qidim. Bundan qo'rqish kerak. U bugun shu farzand bugun sizga shu отчетni topshiryaptimi? Ertaga u boshqa insonga shu отчетni topshiradi. Bu narsaga odatlanadi u. Keyingi odam, onadan keyingi odam kim? Ayol, xotini. Shuning uchun bemalol erkaklar hozir majlisdaman-da deydi. Hozir boryapman-da deydi. Даже javob bera olmaydigan vaziyatlarda qizilni bosa olmaydi ular. Shunaqalar bor. Yaqinda bizni holatimizda ham bitta voqea bo'ldi. Bir 18-20 yoshli qizlarga dars o'tyapman. Bittasini yigiti telefon qilib qoldi. Ustoz chiqib kelsa maylimi? Onang qilyaptimi? Otang qilyaptimi? Yo'q, budущий erim qilyapti, deyapti. Ha, уже zaksdan o'tdinglarmi? To'y qachon desam, yo'q, hali emas, hali endi bo'ladi, deyapti-da. Bunday g'urur bo'lish kerak. Qizlarda g'urur bo'lish kerak. Endi ko'ryapsan, o'sha qilyapti. Ko'tarishga shoshilma. Yugurib ketma chigirtkaga o'xshab. Bunday sakrab ketma. U senga hali xo'jayin emas, senda gordost kuchli bo'lish kerak. Sen yuqori plankani ushlayverishing kerak, deb unga tushuntiryapman. Keyin xafa bo'ladi, baqiradi, so'kadi-da, bu to'ydan keyin uradi. Bo'ldi. Nima uchun erkak kishi uradi? Nima uchun abuzer hammaga uchrashmaydi? Nima uchun u bunga uchraydi, menga uchramaydi? Nima uchun abuzerlar hammada emas? Chunki abuzerlar bitta narsani biladi. Ular o'ljasini o'sha bo'sh qizni turishidan, jabrdiydaligidan, o'sha yig'lab uni muammosini, oiladagi muammosini aytib berishidan, qiz bola oiladagi muammosini, yo'qchiligini yoki ota-onasi uni tushunmayotganini aytdimi? Bo'ldi. U qiz hamma narsasini yo'qotdi degani. Shuning uchun qizlarimiz go'rday bo'lishi kerak. Kiyimi yo'q bo'lsa ham go'rday bo'lib turaverish kerak. Uyida yeyishga ovqati bo'lmasa ham go'rday turish kerak. Ochligini yoki shu narsaga muhtoj ekanligini ko'rsatish kerak emas. Chunki shunday abuzerlar bor-da, ular sen xohlagan pulni beradi-da, sen xohlagan hayotni beradi, lekin ularning hammasini ortida vaqtinchalik muddat turadi. Go'rday qizlarga esa cheksiz katta muhabbat uchraydi.